Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Yepak Yo'li sadasi programmasiga qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan güzellik mening chin güzel girim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmamizga qatnashgan mayirlarning qanday tartiblanganligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja ishlab sapto va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikinci daraja mukofotimiz nihoyat katta. Uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Qutyar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutyar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikinci daraja mukofotimiz esa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik bo'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag'chiligi Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi daraja mukofotimiz esa Salatqozon namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'z shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Shuna qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizning tayyorlig'i intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Xuddi Yipak yo'li shunchalik uzoq, bepoyon bo'lganidek, yurak rishtalarimiz shunchalik uzun. Ammo rishtalar uloqli bo'lsa, hamon didorlashish bo'ladi. Qarang, Mao xonim Amerikadan keldi. Men oliy maktabda naqsha kasbida o'qigan. Naqsha kasbida o'qib, opera, jaz uslubidagi naqshlarni o'rgangan. Bo'sh vaqtimda men kitob ko'rish, tomoq etish, chiniqish degan faoliyatlarga qiziqaman. Lekin men oliy maktabni bitiribman, tadqiqotchiga aylandim. Shunga hozir mening rasmiy sahnaga chiqib naqsha etmag'ili uzun bo'lib ketdi o'ylasam. Kasbimni tashlab ketgandek qildiganman. Shunga yana bir sahnaga chiqib, o'zimning mahoratini namoyon qilsam deyman. Out of an orange-colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, flash, bam, alakazam, I gotta look at you. Well, one like an eye out timber. Watch out for flying glass, 'cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a sin and I started to shout of it. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange-colored sky. Well, one like an eye out timber. Watch out for flying glass, 'cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout out and hit. This is it, this is it. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange-colored purple stripe, pretty green polka dot sky. Flash, bam, alakazam, and goodbye. Assalamu alaikum. Uyg'urcha? Okay. Wow.
Özünüzni bir bizga bir tushuntirib bersangiz. Ma'qul. Mening ismim Elis Anderson. Ismimning uyg'urcha talaffuzi Elis Anderson. Uyg'urcha ismim Nazakat. Voy. Men Amerikadagi bir maktabda doktorlikni o'qiyapman-ku, musiqshunoslik kasbida. Ham bu yil tadqiqot bilan shug'ullanyapman. Andan mushu Shinjong san'at institutida muqam kasbida o'qiyapman. Voy, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bir mavsum bo'ldi. Good job. Muqam o'rganyapsiz. Muqam o'rganyapman. Voy, muborak bo'lsin. Mana Agar Amerikadan kelib bo'lsa, azroq bir bilgi aytib bera olamsiz. 1 minut. Ma'qul. Bu bo'lsa, Chebiyot muqamining 4-dastoni. Aradın bir süzülmeyin, Cannaka kayan var o sen. Aradın bir süzülmeyin, Cannaka kayan var o sen. Benim gülüm açılmayın, Cannaka kayan var o sen. Rahmat. Uyg'urchadagi bir maqol tamsil tama kul bo'la degandek asosa o'rganyapman. Yaxshi. Oson emas. Hamda baya mana kepingizga bir tuturum beray. Amerikadan kelibsiz, mana yiroq joylardan, yiroq qit'adan muqam o'rgangan. Muqamini o'rganishdagi maqsadini bir anglab olsak. Qanday javob bersam bo'lar? Nima o'ylaysiz? Men 10 yil burun Shinjongga tunji qitim kelgandim. Shu vaqtda uyg'urchani bilmaydim, Hanzu tilini bilmaydim. Men bir xil tillik odamdim. Lekin shu Shinjong kelganda men uyg'urlar bilan tanishib, qilib, andan muqamni tunji anglagandim. Tunji anglagandan keyin nemishqida men o'qimayman degan men bir xil pek qiziqib qolgandim-chu. Endi men Amerikaga qaytgandan keyin men oy kelgusida uyg'urchani o'rganadigan bir fursat bo'lib qolsa, bu tilni o'rganib, uyg'ur muqamini, uyg'ur san'atini bir tadqiq qilsam degandim. Voy rahmat. Hozir shu yerda turibman. Jaz o'qidingiz, shunda yaxshi o'qib berdingiz. Jaz mana Amerikada ijod bo'lgan bir uslub. Endi dunyo miqyosida bir 100 yildan oshdi deyman jazninki ijod bo'lganiga. Shunaqa harakat. Biz necha yil bo'lganda Jaz uslubi bluesdan kelgan. Bluesda ayrilib keldi. Shundan umumlashayotgani necha yil bo'lib qoldi. Bu umuman Yevropada, Amerika qit'asida, butun dunyo umumyuzlik ishlatyapti buni. Masalan, bizningki Jungoda bo'lsin, Shinjongda bir qism bolalarimiz bor. Müzik oynaydigan, jaz müzik oynaydi. Ularni ishlatyapti. Yaxshi, xilma-xil bo'lgani yaxshi. Shuna xursand bo'ldik sizdan. Yaxshi o'ylab qo'ydingiz. Rahmat. Men xursand bo'ldim. Nazakat xonim, sizningki bizning mushu uyg'urcha an'anaviy mushu shundoq chiroyli ko'zimga gul kashtilangan kiyimingizni nima uchun kiyishni o'ylab qoldingiz? Menimcha yana bir maqol tamsil pek mos keldi ekan bu savolga. Elga kirsang ilingcha, suv kirsang belingcha. Hozir mushu yerda turvaqli menga 1,5 yil bo'ldi. Shunga kiyim olay desam, dabazadan ya aravcha olma. Shunga. Yaxshi. Endi men mayaga xidi ko'nib qolgan o'xshayman. Chiroyli yarashibdi. Oldi bilan sizning bir Uyg'urning madaniyatiga bo'lgan hurmatingiz, shuningga tashakkur etib, men siz uchun bir salom qilaman. Rahmat.
Sizga o'xshash. Uyg'urlar shundoq kishilar boshqalar o'zi uchun bir hurmat bersa, u boshqalar uchun 10 hurmat berdi. Durust. Bizning madaniyatimizni yaxshi ko'rgan bo'lgandan keyin men cho'qim sovg'a qilishim kerak bizning madaniyatimizdan. Eng bo'lmagan chaqda do'ppa. Shundaymi? Chiroyli do'ppimiz bor. Unda bizniki kes bizmi sovg'a qilaylik. Shundoq. Qani? I have the jazz music band, you know. Just one word. Your change. Muzik to'g'riliq gap qilishinglar bo'lmasa, inshaalloh. O demakchi, men endi er kishi bo'lgandan keyin unda kiyimlarni sovuq qilmayman. Shuning uchun shu ayol tarafdan tursangiz men qo'shilma demakchi. Shundaqmi? Erkin deydi. Men jaz bilan shug'ullanaman demakchi. To'g'rimi ya erkin? Ben demek ki meniki müzik ettirdimde mahsus jazz piyano oynayadigan Beyjing'da en yaxshi muzikantlar mesela meniki müzik ettirdiki basketlar umu big band oynaydı Beyjing'da. Müzik edigen hamkorlikdan keladi. Şuna men samimiy holda sizden hamkorlashimizni umid qilaman. Ben burun sizinle birine çıktım köygen kodayma. Şundaqmı? Aldan çıktım qıylıqı teatr, müzikli teatrın köygül bağatınız doğru. Unda deysek men bek bilime. Nama? Yak men hürmet yüzünden davatından biz burun görüşüp kendimizde. Doğru. Erkin'inki grupsi ras jazz hem uslubni stilini ondan oynaydı. Bırak o jıraqda. Menin addi bo'lsa bir grupam bor. Jazni o'ynaydigan bolalar mishadimi bor. Jıraqda yaqin yaxshiroq. Men sizni Uyg'ur qizga aylantirib o'taman, texmi. Mening qo'shinim shunchalik kuchli. Aqamni odamlarim yaxshi muzikalarni biladigan odamlarim bek kuchli. Musobaqada yalnız jazla mı okumaymiz? Başka naqshlar lazım hakikaten sizge. Bol demesin bana. Men şu başka naqsha hal qilishda, shuni yezishda Aşı Şanghay degan bir müzik institut bor. Bizga shu jazni, bluesni, pop, reggae, hip hop degan ommabop muzika ilmini bizga 2 yil o'rgatgan. Meniki kilo. Mena bir yilda gapim qoldi shunda davolaymi? Mahmud Sulaymon apandim, Erkin apamlar to'p-to'g'ri gap qildi. Agar ayol kishilar bilan ayol kishilarning qalbi yaqinroq desangiz Nurnisa xonim tanlasangiz texmi yaxshi. Mahmud apandi yozalaydi, imkoniyati ko'p. Erkinning shundoq gruppasida har xil stil bor. Ular hech nimadan qiynalmaydi. Men qiynalman. Men jozni o'rganmoqchi. Shuni qalasangiz menga keling. Tegidi. Men o'zimni boq kirib qolgan. Mening tanlashim Erkin Abdul'un talabi. Elis Anderson mukamlarni tadqiq qilmoqchi bo'lib bel bog'lab keldi. Yüzbek yolu sadasıdanmı yeni bir ustaz tapdı. San'atni söyish, hayotni söyishga o'xshash. Nimani qilmoqchi bo'lsangiz, shanchi borda. Umid var bo'lib. Elis Andersonga muborak bo'lsin. Avlod tarbiyalash to'limi katta sharafdir. Akbar Ahmad o'zi o'qituvchi bo'lsa-mu, yanada izlanish, o'zini tarbiyalashni niyat qildi. Kimdan o'zimni yaxshi qiziqatdim, oliy maktabdan boshlab har turli shu asos jihatdan zamonaviy bo'lgan moda naqshlarni aytib kelyapman. Eng oldi bilan o'zimniki ona tilimdan bir putuqlar qazinib o'qituvchilarimdan ta'limlarni ilib, o'zimni ravus chingdiganning yoqi bu qitimliq fursat men uchun aytgan chog'da shundoq bir muhim deb o'ylayman. O'zimning barliq hissiyotim bilan o'zimning bugungi tayyorlagan naqshamni qitir qinib sahna ostidagi tomoshabinlarga, o'qituvchilarimga yaxshi o'rindab bersamlam, uning keyindikiga
ishonchim zo'r deb o'ylayman. Andın keçti canım bilen, sensiz tatkinim buldu elem. Sen yüreğim, sen mahbubem, ben giriptin keçkeysen o. Candın keçtin canım bilen, sensiz tatkinim buldu elem. Sen yüreğim, sen mahbubem, ben giriptin keçkeysen o.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni va do'stingizni tanishtirib qo'ysangiz. İsmim Ekber Ahmet. Şihodiyardan keldim. Birinci başlangıç mektebinin qo'sh til o'qituvchisi. Bu yoq bo'lsa, Ahmetcan apandim. Kichikimdan tatib mush akam bilan birga muzik chappas naqsh etib qo'latdim. Bugunmi mush akam kaynimda bo'lsa bir ruhliq aytaman ekan deb chiqqan. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Sizning naqshangizni yerimidan jiqroq tugab qo'ylaydigicha siz ko'zingizni ochmay butun hissiyotingiz bilan aytib o'tibsiz. Men shu turqingizni, shu ovozingizni yaxshi ko'rdim. Mening jiq gapim yo'q. Bo'ladi ekansiz. Rahmat. Rahmat. Bu naqshini men aytqa erkin qarab burun. Ha, bilaman. Ha, bilasizmi? Lekin jazmlashtirish kerak va muqimlashtirish kerak. Bu inimni bu naqshiga ijobiy tarafdan singdirgan ajri intayin ko'pkan. Naqsha faqat ovoz bilan bitmaydi. Albatta uningda bir chiroyli Xudoyim bergan sog'lom ovoz bo'lsa texi yaxshi. Agar ovoz sharoiti yaxshi bo'lmagan taqdirdami, ya'ni butun vujudki iqtidorning hammani qo'shib mushu oldimizda o'tgan yoki bizning naqshimizni, bizning ovozimizni anglayotganlarga eng chiroyli, eng go'zal holatda maqsadimizni uqtira olsak, shu naqshimiki deb tushundim men. Bak. Shundami erkin? Sen masalan yig'ib aytganda Mahmud apandi degandekchi. Sen bo'ladi ekansan. Bo'ldi. Sana badiq o'zing bir nima degina. Ya, bu iğne qop bolduğu mening 6 sezgürim bana aşında bir inkas berdi. Şu mening atirtim bilan keldi ekan. Hamma jihatdan-chi. Menga ham mos keldi ekan. Qolishni hojat yo'q. Ya, sizlar hozir tekstga diqqat qilmayapsizlarmi? Tekstga? Tekstda. Men mushu narsa tekstga diqqat qilmoqchiman. Kecharsanmi deb aytibdi. U faqat erlarga deydigan gap emas-ku. Ablak siz mush naqshini tekstga diqqat qilmay o'qitasiz. Ay, shunga men kechmayman. Siz mushuning bilan ish kuch qatim bo'ldi kechmagili. Bu da kechib tursangiz ulam deya. Kechalmayman. Endi meningki gapning ko'nglimdagi gapni rasm desam, mushu Ablak sizdan. Abdullah Khan, Mahmud Khan, Nurisa Hanım, hammaylar meniki ustozim. Nurisa singlim. Nurisa singlim to'g'ri. Men kichikdan naqshni anglab cho'ng'igan, intayin hurmatga sazovor akallarim, ham singlim. Ishning qoidasi bo'yicha men hargiz talashmasam bo'ldi. Lekin degan bir yeri bor, lekin uslub jihatda har qaysi jihatda ish qilib mushuning musobaqaning oxirida biz eng oxirgi bosqichga borgan chog'da naq maydon muzika atir qilib o'rinlamoqchi, texnik yuqori saviyalik. Shunga bu mening kendi mushu men kichigimdan mushu muzika atirat o'ynab cho'ng bo'lgan. Mushu meningki eng muhim alaylikim deb qarayman endi o'zimcha. Shunga mush jihatda men sizga jiq yordamlarni bera olmayman. Uning ustiga hissiyotimizmi bir yerga to'g'ri keldi ekan. Shunga mening atirtimga kelishingizni umid qilaman. Rahmat. 16 kuchlik naqshchilarning musobaqasiga kelganda bu bir muzik atirti mishadi ba, chunki erkinliklar bormi deb qolma. Mushu bir muzik atirti sizlar uchun ishlaydi. Xayrim bor. Tallo. Efendim bo'lsa Erkin Abdullah efendim. İnsan мәңгі ügengichi, o'quvchilar bilim berish uchun o'zga texnik ko'p bilim bo'lmoqi zarur. Erkin Abdullah efendining ajr tari bilan Akbar Ahmadni san'at yo'li yaxshi tarbiyalashga ishlaymiz. Tirishchan irodali kishilar o'z havis yo'lida amaliy harakat qiladi. İmancan naqshi aytishni davomlashtirib kelgan edi.
Bugün o öz hevisini bizning sahnamizda ifodalash uchun yetib keldi. Qiziqishim milliy muzikalarni, ommabop naqshlarni anglash, ham o'zimni shu alohida milliy muzikalarni chilish, naqsh o'qish, elektron real chilish. Hozir qilayotgan kasbim elektronlik real, shunday naqsh aytish. Neçe vakti veslinizde dıldarim Seni her cay tapan midim dıldarim Körgen yerde eytan midim akmavim Sergen darim dıldarim Görgen yerde eytan midim ahvalim Ben yüreğime sergen darim dıldarim Baraydı sev yolun yırak dıldarim Vaktida baramidim dıldarim Baraydı sev yolun yırak dıldarim Yaman işken dıldarim Ben şidap turam idim dıldarim Yar butum yaman işken dıldarim Ben şidap turam idim dıldarim Gitarımda hoş demedim dıldarim Gitarımda soruyamedim ahvalim Gitarımda hoş demedim dıldarim Gitarımda soruyamedim ahvalim Şunun için zar yığlayman dıldarim Gece gündüz derdimde men dıldarim Şunun için zar yığlayman dıldarim
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zim Qashqar Yangi Naisidan. Ha. Bu yil 34 yosh. Mushu naqshiningki hozir hamma yerini to'liq aytdingizmi? Men endi kichikimda o'rgangan buni. Ha. Kichik vaqtimda. Ha. Shuni to'liq aytdim deb o'yladim endi. Mana shu yana bir avjisi bordek, shu bir yeri bordek tuyuldi. Ben ovozingizni shunday yoqtirdim, naqshinimi menimcha bak yaxshi aytdingiz. Lekin bizning mening shaxsan o'zimning prinsipi bir o'zgacha, hech kimga o'xshamas bir ovoz, bir puroq, bir hissiyot. Shunga men o'rlanmay qoldim, kechiring. Men o'zimni yaxshi aytamagan gaz qildim, zukan bulab qolma. Burundan ovoz, shunday ovoz chiqyapti. Bu hamda ko'pincha naqshlarda uchrayotdi ahvollar. Mayli qanday bo'lmasin, sizning mushu naqshini kichik vaqtingizda o'rgangan mushu naqshini mushu sahnada al-avomga sunganligingizning o'zi yaxshi natija. Sizni bu qatam biz faqat mushu natijangiz bilan tabriklaymiz. Bizda töhfang bo'lmasimi ajring bor degan gap. Demakki, töhfa natija ajrdan keladi. Ajrsiz töhfa bo'lmaydi. İmamjonning ajri tirishchanligi uni zo'r natijalarga boshlaydi. Xalq naqshlarimizning tarixi shunchalik uzun. Mana bu singilimiz endi 22 yosh kirgan bo'lsa-mu, isil klassik kuylarimizga jur'at qildi. Ham Do'lan diyordan keldi. Muqam, xalq naqshlari va anekdot naqshlarni aytishni yoqtirib anglayman. Muqam aytishni va naqsh aytishni, odatdagi naqshlarni aytishni, bedancha nuqtirishni, solishni yaxshi ko'raman. Men oldingi to'pning ishiga kirsam deb o'ylayman. Musobaqada muvaffaqiyatli tanlanib qolsam, 16ning ichiga cho'qim kirishimga ishonchim bor.
Aleyküm selam. Ovozunuz rost chuqur ekan. Rost chuqur ekan. Qani o'zingizni bir tunishtirib qo'ygan bo'lsangiz. Men Qashqar Dulan diyaridan, Makitdan Rizongul Emir bo'lma. Rost. Rost eshalikkansiz. Esa ya noshagitda yana. Siz muzikani bir necha kun oldin tayyorlik qilib aytdingizmi yoki tayyorlik qilmaylam kelib qolgan ish bormi? Esli men bu naqshga tayyorlik qilmagan. Aynen. Ba'zan sebeplar tufaylidan muzikam tayyor bo'lmay, shunday mush naqshga tayyorlik qilib qoldim. Lekin 3-kupletga kayavaz izib ketdim. Yo'q, cho'nchada yo'q, lekin yanmadingiz. Ovoz joyiga tushmay qoldi. Ha, shu jiddiylikdan bu nima desangiz, avay o'zingizmi dedingiz, mushu muzik tankishini ishlatib, mushu muzik tankishi bilan ko'p mashq qilmag'achqa, mushunda tamtirash bo'ladi, jiddiylik favqulodda bo'ladi. O'zingiz bilasizda, menga jiq mashq qilolmay qoldim. Chataq chiqib qolmag'iydi degan siri chiqdi bu chataq. Hey singlim, ovozingizni chiroylikligi Sizning Yahya akamning shogirdi Adallah maqomiga keltirib o'tmay. Bapta endi. Sinikam. Esli. Dulan maqomi isim bo'ptiki. Shu. Hey, mana qissa qanday deysizlar? Bizga Dulan maqomidan 1 minut beramiz. Biz hozir Atam bu yo'lni ko'rsatdi. Voy ana bu yo'lni ko'rsatdi. Atam bu yo'lni ko'rsatdi. Voy ana bu yo'lni ko'rsatdi. Voy kuya kuya yomon ekan. Besh toza voy tozaqni ko'rsatdi. rahmat. Voy Esat, Ko'pchilikdan ko'p rahmat. Voy Esat. Siz mushuni zad aytadigan ishkan to'q. Bu Dulan muqomlarini aytib ko'ngandan keyin ovozda yana shu alaydilik bor. Shu naqshimi mening xato talinib qopti. Dulan naqshlarini aytib ko'ngan bir shiyu borchu, yerlik shiyu bor. Bu naqshchi shu Dulan naqshlarini aytgan shiyu davomli chiqib turyapti. Shu birinchi naqshdimi bor. Es qilib qolgan bir ovoz. Dulan ovozi bilan qumul naqsi endi bu bizning keng majburiylik ahvolimizni bilasiz, maylim. Qumul naqshlari Mahmud apandi degandek siliqroq, siliqlikni talab qiladi. Shundaqqa sizmi bilasiz balkim? Bilmayman. Bizning Dulan naqshlarida biroz yovaylik bor, sal mardonlik ko'proq aks etadi. Shunga shu uslubni, naqshni tanlashdimi, odam ba'zida ketib qoladi. Bo'pti. Yig'ib aytgan ustozlarimizga bizdan salom ayting, kelar yili undan tanlab qatnashaylik. Rahmat. Vaqt ko'rishaylik. Kelamiz. Rizvongul Amar bizga jur'at, g'ayrat, qadimiy madaniyat san'at haqida yangi tuyg'ular baxsh etdi. Rizvongul Amarning yangroq sadolarini yana anglashga tashlaymiz. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Şinjan Buğra madaniyat tarixi şirkati birlikda ishlagan Chin Güzel Ipak yo'li sadosi programmasi. Altın to'g'raqlarni yashnitib kelgan tarim bo'yi Shayodin san'atga jon qo'shib kelgan esil soz, satog'i rishti bog'lagan bir yigit keldi. Mening naqsh yetishga alaydigim bo'lsa, xalq an'anatik naqshlar hamda ommabop uslubdagi naqshlar bo'lsin, har qaysi yetki naqshlarni yaxshi ayta olayman. Hamda shu xalq muqam bo'lsin, her qaysini aytish va anglash jihatda ortiqchiligim bor. Ishdan sirtqi vaqtlarimda ko'proq tan tarbiya faoliyati bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Ortiqchiliklarimdan tabiatning go'zal chog'laridan ilhom olib, rasm chizish, fotograflik qilish jihatda ortiqchiligim bor. Mening
bu musobaqadagi ishonchim shu oldimizdagi guruhga tanlanish musobaqasidan o'ngishli o'talsam men shuning rozi.
muzikantga berdi. Bu iliq Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingni bir tanishtirib etsen, inim. Men Aqsu viloyatining Shaharnoyisidan keldim. Bu yil 26 yosh. Kasbim muzik o'qituvchisi. Isming? Ismim Ismoil Ro'zi. Mening buga his qilishim, ma inimning o'zining o'zgarchiligi bor ekan. Mahmud apandini do'rab emas, O'z puroqlari bilan. o'z alaylik bo'yicha aytdi. Rahmat. Öğretip ettim. Bu icadi özü iş koşup, bırak onu koşup, müzika toğaçka. Şundak vallahi gerek bizge. İcatçılık oluş gerek Abdullah ağayla. Rahmat. Bize maksat hem de bizni ya Abdullah Kanlı, ya Erkin Akanlı, ya Nurunisa Akanlı doğranla diyen gap emez. Xilma xil ulaş gerek maksudi. Hop, seni Mahmud ustozning shogirdi bo'lganliging bilan tabriklamayman. Shunda. Qani. San'at asr yaratish jonliqlashida insonlarga xos katta aloyidlikdir. Ijodkor Mahmud Sulaymonning Ismoil Ro'zini san'atning egiz cho'qqilariga boshlab borishiga ishonch qila olamiz. Jiroqni ko'ralaydigan ko'z bo'lsa, manzillarni yorqin bo'lmoqsi. Qadimiy yurt qog'liq o'g'li chat el madaniyatidan bir sovg'a ib keldi. O'zimning qiziqishim kelsak, qiziqishim bakchiq. Endi eng yaxshi o'zim yoqtiradigan shu qiziqishimning ichidagi birga shu o'rinda san'atni, ikkinchisiga naqsh etib, o'zimning ijodiyat qilib deganda shu ishlarni bakroq yaxshi ko'raman. Endi uyimdagilarning menga bo'lgan ko'z qarashi, endi men o'zimni san'at maktabida o'qigandan keyin uydagilarning roziligini ap o'qiyapman bu yerda. Muzikalarimni tayyorlik qilib, uyimdagilar shunday qo'llab quvvatlaydi endi. Endi sahnaga chiqqandan keyin meningcha 16 kuchlikka cho'qim kirma deb o'ylayman. Oldingi 16dan o'rlab yana. Shunday qilsam, andan shu ma'lumlarningki shu guruhga kirgandan keyin shu ma'lumlar bilan bir fikr almashtirib, shularningki bir san'atga bo'lgan ko'z qarashi qandoq, shu narsani fikr almashtirsam deb o'ylayman. And please don't cry. I know I feel inside like I've been done before. Something change inside you, and don't you know? Don't you cry tonight? Don't you cry tonight? Don't you cry tonight? Let it ever happen to you, baby. Don't you cry tonight?
goodbye. Don't you dare get on, and please don't take it so bad. I still thinking of you, and the times we had, baby. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Did you ever happen? No, baby. Don't you cry Please remember that in our lives, whoa, whoa, and please remember that in our lives, and please remember how I feel inside now, honey. You gather me, get in your way, but you'll be alright, no, so girl, don't you cry tonight. Did you ever happen? No, baby, don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Did you ever happen? No, baby, don't you cry tonight. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'ting. Benim ismim Zulfikar Turdi. Bu yıl 23 yaşga kirdim. Şinjan San'at İnstituti Kino Televiziya Teatr fakültesining aktyorlik kafedrasida o'qiyman. Ya. Biz burun ig'ir detal rock rock'n'roll o'ynagan shu yosh vaqtlarimiz esimizga kelib qoldi. Buni bir iqim yaxshi. Meniki o'rilishimdagi asosiy sabab bir muzika e'tirot hozir o'rinlayotidi deb men muzika e'tirot shu uchun o'rildim. Hammalar uchun o'rildim. Bo'lsa bir vaqtliq muzika e'tirot olmay davomliq birlikda. Bo'lishinglarni men shaxsan men umid qilman. Jahonda hammadan muzika e'tirot qilmoqdasiz. Durust. Erkin efendim bayadan degandek bir kichkina guruhni tashkil qilmoq va uni qilish amalga oshgandan keyin buni uzunga olmoq bak tas ish bu. Birinchi darajada iqtisodga munosabatli ish. Men bu Erkin efendi degandek sizlarning mana maslashgan alog'ina akuflar billa davomli menishinglarni xohlayman, umid qilaman. İcatçılık royunlar bolsa, gruppanlarniki alayligi boyunca nakşi yazışınlar gerek. Çünkü sizler mengü bayetkan nakşini okusanlar grup olmaydı. Yani grupun ama alaylık olmaydı. Çünkü hakkında grupınınki özünün nakşılar olduğu bunu obdan düşünürsüler. Halk nakşılarımızdı mı? Şunda Metallica, Zhongjin Shu deymiz. Aslında Zhongjin Shu'ga qiladi. Bah. Şundan faydalanıp mesela bizden dolan ağlardı. Şimdi yıldız qilib turib
mərkəz qılıb turub, şundan faydalanıb, yana bir uslub yaratsanlar, bu ən noçi yanılıq. Yaxşı bo'ldi. Men ishga gaplar mening sizlar uchun aylanishimdagi ham shundaqla hammadan burun aylanishimdagi sabab. Hammadan burun davatadi juma bunlar. Hammadan burun demoqchi-ku men. 3 efendim eğir detal to'g'riliq, flamenco to'g'riliq, hamma narsani biz o'ynagan. Nurnisa Abbas u jihatdan zodil xabar yo'q degan shartni berdi. Aniq dedi. Amma lekin men 3 agar mumkin emas bo'lsak bo'lmayman. Nima uchun desanglar, tüp putini ching bog'lab turib, beshikcha tozash, mushunda ching bog'lab turib, ana lekin Allah degan naqshini shu birinchi onasi aytadi-ku. Onni bo'lish sifatim bilan, ayol bo'lish sifatim bilan birinchi qulqim sizlarni to'nidi. Shuning uchun men ko'rib turib bir huzurlanaychi deb hammadan burun o'rildim-ku. Qanday? Ma bir narsani sizlarga ochiq gapirib tushunamay qoldinglar. Sizlarni ko'rib huzurlanish uchun aylandi juma. Tanlash uchun emas. Ya, bu gap shunday yaxshi bo'ldi. Ammo lekin shuni sezganligim uchun, shu ovozni sezganligim uchun o'rildim, ha? Bizga sezib berdi. Siz nima qilmoqlar mening orqamda qoldi shunday-ku. Bu oldi oqidagi gap emas. Nurisa yaxshi gap qildi. Ras, demisimi, analarimiz to'g'risida gap qilsa bizni jim o'tiradiganimizni biladi-da. Men Erkin efendi, Nurisa xonim, Mahmud efendining fikrlariga tamamen qo'shilaman. Xohlasang, men aktyorjimi? Xohlasang, mening yanimga kelgin. Sizlar mendan o'shiqcha talishib, o'zinglarning yuzinglarni tushiribmanlar. Men sizlarni oyab qolmoqchi. Anda bo'lsa gapirmayman. To'xtalaydi, bu ishni to'xtalaydi. Mening 6-sezgurim deb bo'ldi bu. Mishaglam keldi bu balla aniq %100. Meni olsam bulimdagi bolalar bilan tanka bular. Yana birisi shu keyin mush bolalar bilan birga yaxshi o'yin qo'ygan bo'ldi-chi. Ma bir narsani sizlarga ochiq gapirib tushunamay qoldinglar. Sizlarni ko'rib huzurlanish uchun aylandi juma. Tanlash uchun emas. Ya, bu gap shunday yaxshi bo'ldi. Ammo lekin shuni sezganligim uchun, shu ovozni sezganligim uchun o'rildim, ha? Bizga sezib berdi. Siz nima qilmoqlar mening orqamda qoldi shunday-ku. Bu oldi oqidagi gap emas. Nurisa yaxshi gap qildi. Ras, demisimi, analarimiz to'g'risida gap qilsa bizni jim o'tiradiganimizni biladi-da. Men Erkin efendi, Nurisa xonim, Mahmud efendining fikrlariga tamamen qo'shilaman. Xohlasang, men aktyorjimi? Xohlasang, mening yanimga kelgin. Sizlar mendan o'shiqcha talishib, o'zinglarning yuzinglarni tushiribmanlar. Men sizlarni oyab qolmoqchi. Anda bo'lsa gapirmayman. To'xtalaydi, bu ishni to'xtalaydi. Mening 6-sezgurim deb bo'ldi bu. Mishaglam keldi bu balla aniq %100. Meni olsam bulimdagi bolalar bilan tanka bular. Yana birisi shu keyin mush bolalar bilan birga yaxshi o'yin qo'ygan bo'ldi-chi. Erkin Abdullah. Kızgınlık, coşkunluk yaşlarımızdan alaydı. Hem de sanatın sihri gücü demektir. Yine coşkun yaşlar sahnemizi gelirler. Sadalarımız köklüyasın. Sanat öz-özünü köz-göz kılış üçün, emas yüreklerinin pişirlaştırı, kalplerinin düşünüşü üçündür. Sahneye çıkışma özünü köz-göz kılış üçün emas, öz kalbini düşengüçülerini izleş üçündür. Naqsha yetişdiki alaylik deganda men shu oliy maktabda bir qadar sistemli qoldi.
naqsh etishning har xil texnikalarini o'rgandim. O'zim yaxshi ko'radigan naqsh etish uslublaridan oldi bilan o'zimizniki klassik xalq naqshlarini yaxshi ko'raman. Shundaqla o'zim bir yosh bo'lish siftim bilan ommabop naqshlarni anglashni, shundaqla ommabop naqshlarni o'qishni shunchalik yaxshi ko'raman. Bu musobaqada hamda oiladagilar shundaq qo'lida hammaylar, onam, dadam, mayli ayolim bo'lsin, hech bo'lmaganda 16 kuchlik doirning ichiga kira olaymi deb o'ylayman. Taşkandı mal mülküm, güzellik derdi har etti. Dedim saksız halavettin, muşakkatli günüm yakşı. Bir kezdim, bu alem cennetin gördüm. Sevindim esli külbenli, tiniş muğdaşım yakşı. Yulupti kancı hürperi, hedemden çıkaş attı. Dedim şeytan gazmaymen, ömürlük ay gülüm yakşı. Kadenden çıkaş attı. Dedim şeytan gazmaymen, ömürlük ay gülüm yakşı. Sabahı yok kırındaştı, gırıncı timlikim yakşı. Zaman satlar gınet yetmez, ataksız ağaç bir kılbaydın. Mukansaz küydümün eytar, şirin söz mellikim yakşı. Zaman satlar yetmez, ataksız ağaç bıkılbaydın. Mukansaz küydümün eytar, şirin söz mellikim yakşı. Mukansaz küydümün eytar, şirin söz mellikim yakşı. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Özün tanıştırıp ötefkam. İsmim Alican Manglik, Xotan Çiranaya, Nuriye'den geldim. Bu yıl 28 yaş.
Hozir Chirnoylik san'at umikida artist bo'lib ishlayapman. Naqshini o'zing ishlagan naqsh deyman. Ha, o'zimning ijodiyati. Ijodiyat chiroyli. Chiroyli chiqibdi. Chiroyli chiqibdi. O'zingiz bugun ozroq vuduqib qoldingizmi yoki boshqa sabab bormi? Nafas tushmay qoldi, lekin aytib chiroyli bo'ldi. Rahmat. 8 ham chiroyli chiqibdi. O'zingizning zil ovozlaringiz bilan yaxshi o'qidingiz. Rahmat. Teksimi shuna sog'lom. Lekin aralıqda azroq bir temtirish bormi yo bugun shu Türk muallimning oldida balkim sal-pal temtirish bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu bu program orqali o'zimni sinab beqish maqsadim bordi. Bayam naqsh o'qish jarayonida diqqat qilib qoldim. Erkin Abdulla apandim men uchun o'rildi. Bu albatta men uchun zo'r ishon sharaf. Men bu Erkin Abdulla apandimninki atritiga qo'shilishni chin ko'nglimdan xohlayman. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Sizga naqsh ovozingizdan gap bu Qalbni tushungandila san'at asrining haqiqiy qimmati bo'ladi. Elijonning kuylarini, qalb sadolarini tomoshabinlar tushungandek Erkin Abdulla afandimi Elijonga san'at bobida ustoz bo'ldi. Elijonga g'albilar yor bo'lsin. Çin Nuri Biopen Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileyli. Şicaat yüreknin cevheri. Bizge adli bilingen işler bazılarga armon bo'lishi mumkin. Yüreklik, şicaatlik insanlar aman hayatga yeni soğuqlarını bereleydi. Kichikimdan naqsh etishga, musiqa chalishga, maqol asarlarni yozishga bak qiziqaman. Tanterbegim qiziqma o'zim meyip olsam joyimda yetirib turib, eg'irlik keltirib degandek 6 medal oldim bu qatim men tanterbe musobaqasiga tayyorlik qilish jarayonida shu musobaqaning bo'lganligini anglab o'zim san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim bilan keldim. Hani ishnimanki bu qatim musobaqadan cho'qqim yaxshi natija olmadim o'zim ishniman chunki men kichikimdan hozir har qanday ish natijasiz bo'lib boqmadi. Natijali bo'lib keldi, har qanday ish natija qozonib keldim. Mayli tantarbiya jihat bo'lsin, nutq so'zlash bo'lsin, naqsh etish bo'lsin, har qanday ishda birinchilikni qo'ldan berdim. Bu qatim cho'qqim birinchi bo'lmadi o'zim ishonchim bor. Dostumuz insan qaysar, meyit bo'lgan bilan, bash a'zoyi normal bo'lgan odamlar qaraganda selish to'g'ri bo'lmagan tarzda qaysarlik bor. Men ishimda bu cho'qim birinchi bo'lib chiqadi, chunki uning o'ziga ishonch bor, bizning ishimiz uning haqiqatan talanti bor. Muqamsaz kuydumun eytar Şirin söz melkim yaxşı Muqamsaz kuydumun eytar Şirin söz melkim yaxşı Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. O'zing tanishtirib o'tayapman.
İsmim Alican Manglik, Xotan Çırınaya Nuriyaz'dan geldim. Bu yıl 28 yaş. Hazır Çırınaylık sanat ömekide artist olup işlevadım. Naqshini o'zing ishlagan naqsh deymi? Ha, o'zimni ijodiydi. İcadiyet çıraylık. Çıraylık çıktı. Çıraylık çıktı. Özünüz bir gün azıraq vuduqib qaldingizmi yoki boshqa sabab bormi? Nafas tushmay qoldi, lekin nayt çıraylık bo'ldi. Rahmat. 8'de ham çıraylık çıktı. Özünüzün zil avazlarınızla yaxşı okudunuz. Rahmat. Tikisimiz şuna sağlam. Lekin aralıkta azraq bir temtireş barmı ya bugün Şu Türk malımның aldıda belki sel-pal temtireş olgan bo'lishi mumkin. Şu bu program orqali o'zimni sinab beqish maqsadim bor edi. Bayam naqsh o'qish jarayonida diqqat qilib qoldim. Erkin Abdulla efendim men uchun o'rildi. Bu albatta men uchun zo'r ishon sharaf. Men bu Erkin Abdulla efendimninki atritiga qo'shilishni chin ko'nglimdan xohlayman. Mübarek olsun, mübarek olsun. Sizdeki nakşi havazınızdan gep bu havazınızdan Qalbni tushungandilar san'at asarining haqiqiy qiymati bo'ladi. Elijonning kuylarini, qalb sadolarını tomoshabinlar tushungandek Erkin Abdulla efendimi Elijonga san'at babida ustoz bo'ldi. Elijonga g'albilar yor bo'lsin. Çin Nuri Biopen Texnikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet dileydi. Şicaat yüreknin cevheri. Bizge adli bilingen işler bazılarga armon bo'lishi mumkin. Yüreklik, şicaatlik insanlar aman hayatga yeni soğuqlarını bereleydi. Kichigimdan naqsh etishga, musiqa chalishga, maqol asarlarni yozishga bak qiziqaman. Tenterbegim qiziqma o'zim meyip bo'lsam joyimda yetirib turib, eg'irlik keltirib degandek 6 medal oldim bu qatim men tenterbe musobaqasiga tayyorlik qilish jarayonida shu musobaqaning bo'lganligini anglab o'zim san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim bilan keldim. Ana ishnimanki bu qatimki musobaqadan cho'qim yaxshi natija olmadim o'zim ishniman chunki men kichigimdan hozircha har qanday ish natijasiz bo'lib boqmadi. Natijali bo'lib keldi, har qanday ish natija qozonib keldim. Mayli tenterbiye jihat bo'lsin, nutq so'zlash bo'lsin, naqsh etish bo'lsin, har qanday ishda birinchilikni qo'ldan berdim. Bu qatim cho'qim birinchi bo'lmadi o'zim ishonchim bor. Dostumuz insan qaysar, meyit bo'lgan bilan, baş a'zoyi normal bo'lgan odamlar qaraganda, selish to'g'ri bo'lmagan tarzda qaysarlik bor. Men ishimda bu cho'qim birinchi bo'lib chiqadi, chunki uning o'ziga ishonch bor, bizning ishimiz uning haqiqatan talanti bor.
Maqsınlım. Ben bek fəxirləndim. Ben şunçilik hoş oldum. Nim degan təylərlik mən. Vay isit, vay isit. Aşında qığız idim ha. Ma örlümsen örlümün. Sen örlüyesen ondan değil. Ben kemine acizlik qılırman bunday naxşlarga. Yaxşı, rahmat. Yaxşı oxşadınız. Siz örüsünüz bu. Tanışıp alaylı. Ben Aksu vilayet Tohsun Ayısı'dan. İsmim Riyangül Aziz. Çıraylık nakşınızga rahmet Riyangül. Bek absus, bek absus. Mana tirishibsiz. Mana oson emas. Sizga omad yor bo'lsin bundan keyingi ishlaringizga. Tilayman. Bir tenerketçi, şicaatli kız bizge sanat huzur verdi. Aferin, her maqtaşlarımız bilen Reyangül'den ügülüşümüz lazım. Hayat bizge bekillik kısa, biz hayatta soğuk dersek olur.